Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bugünkü söhbetimizde Yıldırım Bayezid Üniversitesi Xalq Sağlıqlı bölümü o'qituvchisi doktor Nametcan muallim bilan bo'lamiz. Aldı bilan shunchalik aldirash bo'lsa-mu, bizning taklifimizni qabul qilib, qimmatli vaqtini chiqarganlik uchun Nametcan muallimga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat. Bugünkü to'xtalmoqchi bo'lgan sohamiz xalq sog'liqi. Savolni boshlasam, xalq sog'liqi degan nima? Bu kasb haqida bizga tushuncha bersangiz. Bo'ldi. Endi xalq sog'liqi yoki har xil ism bilan atilib kelyapti hozir. Xalq sog'liqmi deymiz, ommaviy sog'liqmi deymiz. Undan keyin vatanda ommaviy sog'liqni saqlash kasbim deydi. Xitoycha bevosita tarjima qilib. Lekin hammasi shu o'xshash kasb. Ommaviy sog'liq yoki xalq sog'liqi deymiz. Shu oddiy qilib aytgan vaqtimizda kasalliklarni oldini olish va xalqning salomatligini yaxshilash uchun xizmat qiladigan bir fan desak bo'ldi. Bu kasbda nimalar o'rgatiladi? Darsliklarning mazmuni haqida bizga qisqacha tushuncha bergan bo'lsangiz. Bo'ldi, endi ommaviy, ya'ni xalq sog'liqi Nurg'ulon davlatda tibbiy fakültenin ishidagi bir bölüm bo'ldi. Tibbiy fakültetini o'qib bo'lgandan keyin ko'pincha vaqtda 4 yillik bir kasb o'rlab o'qish uchun maxsuslashadi. Lekin bir qism davlatlar ommaviy, ya'ni xalq sog'liqini tibbiy fakültetini tamamen ayirib mustaqil bir shaklda xalq sog'liq fakülteti qilgan davlatlar bor. Masalan, Kanada, Afrikaning bir qancha davlatlar shuna qilganlar. Bu kasb intayin kengri, bu kasblarning ichida tarmoqlari bor. Meyve saqlıq degan vaqtimizda sayya boshqarish kasbi bor. Buni ichida sayyani qanday boshqardi, u kasbni o'rgatadi. Sayya boshqarishning ichidami yana nurg'ulg'an kasb bor. Masalan, doktorxona boshqarish, davolash sug'urtasini boshqarish yoki uni bir taraf qilish. Undan keyin sayya iqtisodiy, sayya maliyat, undan boshqa keyin shu sayya sayohati. Buning hammasi sayya boshqarish ichidagi kasb. Buni hammani o'rgatadi. Undan keyin ana sağlamlığı deyimiz, balalar sağlamlığı, çoğunlar sağlamlığı, yaşlar sağlamlığı, erler sağlamlığı deyip bu aile sağlamlığı işlerindeki bir kesip. Bunu mu öğütüdü? İkinci çoğun bir tarmak hem de muhit sağlamlığı. Muhit sağlamlığı da şu muhitnin bulğunu sebebine kep çıkan kesellikin aldığını iliş ve bir taraf kılışını öğütüdü. Muhit sağlamlığı asaslı hava bulğunu ve su bulğunu öğütüdü. Ondan başqa kesbi sağlamlıq. Kesbi sağlamlıq dediğimizdə kəsb münasibətli kesilliklərini aldığını iliş və bir tərəf qilishni öyrətidir. Məsələn, oxutuşlar köp bo'lgan kesilliklər qaysı, o'quvchilar bo'lgan kesillik qaysı, dehqonlar qanday kesilliklar, nima uchun bu kesillik kelib chiqdi? Har qaysi kesilliklarning kelib chiqish manbasini tepish va kesillikning kelish manbasini to'sash orqali insonlarning salomatligini yaxshilashni asos qildi. Hammasi asosi o'xshash. Ondan başqa hozir yangidan paydo bo'lgan nurg'ulg'an tarmoqlar bo'ldi. Epidemiologiya deymiz. Endi epidemiologiya asli kelib chiqishi grek tilidan kelib chiqqan. Buni ingliz tilida shunday ataliq, nurg'un tilda ataliq. Endi Xitoylar buni yuqumli kasal deb tarjima qilib qo'ydi. Lekin yuqumli kasallik emas bu. Shuni bizniki Uyg'urcha ba'zan kitobda yuqumli kasallik deb aytadilar. Endi buni tarjima qilib olmagan keyin shunlash biz epidemiologiya deb oldik. Endi epidemiologiya qanday kesib degan chaqda kasalliklarning kelib chiqishi, tarqalishi ve bu kesilliklarning kelish manbasiga bo'lgan munosabatini tadqiq qilgan kesib, intayin kesib. Masalan, hozirgi Xitoy virusini qanday kelib chiqqan, qanday tarqalgan, buni shu epidemiologiya sohasiga ko'proq apilishadi. Undan keyin yuqumli kasalliklar. Yuqumli kasalliklar ayrı bir kesib. Undan keyin yuqmaydigan, yuqumsiz kasalliklar. Buningda masalan, yurak kasali, yuqori qon bosim, shakar kasali, bularningki sababini tep chiqish, uni oldini olish, bu shunga o'xshash. Endi bu qaraydigan bo'lsak, amalda intayin keng bir kasb. Bag'ansa taraqqiy qilib bo'ldi. Amerikada, Yevropada allibirin taraqqiy qilib bo'lgan muhim kasblar. Lekin taraqqiy qilayotgan davlatlarda texnikani qaloq shaklda ommaviy sog'lomlik yoki xalq sog'lomlik deb ham hammamizdan qo'y-qo'yan qilib o'tagalik. Masalan, Turkiyada ham shundoq. Turkiyada ko'pincha bir qanchalam tarmoqi bor. Epidemiologiya bor, undan keyin ona bola sog'lomligi deb bor, boshqa kasbdek asosi yo'q. Bu sohada o'qiyotganlar qo'shimcha bir kasbni birga ilib mengishninki qanday foydalari bor? Qo'shimcha kasb ya'ni yandalni birga ilib mengishni xohlaganlar darsni mushu bo'limning ichida ola olamdi yoki boshqa sirtdan boshqa fakultetlarning boshqa bo'limdan olamdi? Hamda taraqqiyot davlatlar hammasi shu xalq sog'lomlikni ichida oladi.
Aldılar mesela biz Malaysiyada oxuyan, Malaysiyada şundaq ammaviy sog'lomlik deb kesib kirimiz. Bir mavsumda ana ders va ana darsni olib bo'lgandan keyin ikkinchi mavsumdan boshlab hammaylar o'zimizdagi maxsuslashgan kasbga aylanib ketamiz. Masalan, oila sog'lomlik oqqanlar oila sog'lomlik bo'limi ketadi. Muhit sog'lomlik oqqanlar muhit sog'lomlik ketadi. Kasbiy sog'lomlik ketadi. Lekin Turkiyadagi ahvol biroz o'xshamaydi. Turkiyada ikki xil ahvol bor. Birinchisi o'rlab o'qish uchun, magistrlikda o'qish yoki doktorlikda o'qish uchun ammaviy sog'lomlik tibbiy deb birisi va ammaviy sog'lomlik ilmiy deb bor. İngilizce o'xshash. Public health medicine deydi, public health science deydi. Ondan keyin ammaviy xalq sog'lomligi tibbiy degan vaqtimizda cho'qim davolash kasbini o'qigan bolalar iltimos qildi. Bizda ikkisi bor mayada. Oningdek 6 yil bo'lgandan keyin 4 yil o'qiydi. Ondan keyin ular xalq sog'lomlik tibbiy mutaxassis bo'lib chiqadi. Yana birisi xalq sog'lomligi ilmi. Bu 1,5 yil 2 yil oldu. Turkiyada 2 yil. Her qaysi davlatlarda o'xshamaydi magistrlik. Bununla tibbiyot o'qigan doktorlar, ondan keyin tish doktorlari, shu sog'lomlik kasbida har qaysi meyli sistralar bo'lsin, fiziklik davolashda o'qiganlar bo'lsin, undan keyin ozuqlikshunosda o'qiganlar bo'lsin, bularning hammasi bu kasbda o'qisa bo'ldi. Uningdan boshqa munosib kasblar bor. Mesela hozir munosib kasb qanday degan vaqtimizda şu siyaset kasbida o'qiganlar, boshqarish kasbida o'qiganlar, iqtisod kasbida o'qiganlar, qonun kasbida o'qiganlar iltimos qilish tamoman bo'ldi. Chunki bu kasbniki doirasi intayin kengayib ketdi hozir. Bizda hozir yangi bir kasb ochdik, yer shari sog'lomligi deb. Yer shari sog'lomligi asosan chet elliklar bizda. Buning ustida har xil kasbniki egalari bor. Tug'utanisi va sistralar va tish doktori va undan keyin qonun o'qiganlar va chunki har sayt munosabatlik. Hozir xalq sog'lomligi her qaysi kasb bilan birlashib ishlaydigan bir kasb bo'lganligi uchun har qaysi kasbdan iltimos qilsa bo'ladigan holat kelib qoldi. Ya'ni bu kasbni o'qiganlar o'qish tugagandan keyin texnik bir obdan bir xizmatlarga erishish yoki yuqori yerlarda xizmat qilish uchun yandal, ya'ni qo'shimcha kasbdan birini birga ilib menishi lozim demak. Shunday. Hozir ko'pincha davlatlarda bor, ammo ben bayağı deyinek Turkiyada da hech yo'q. Biz faqat ammaviy xalq sog'lomligi deymiz, xalq sog'lomligini bilan o'qish bitirdi. Lekin chet elda cho'qim bir kasbni, ya'ni maxsus ish deymiz Uyg'urchada. Shu maxsus ish kerak. Ya oila sog'lomligida, ya epidemiologiyada, ya tibbiy statistikada shuni maxsus ishida, undan keyin shuni qatta ish topadi. Endi hozirgi bu Turkiyaning manda bo'lish sababida burun ashuna bo'lib ekan. Keyin qaytib hozirgidek bo'libdi. Endi biz asosda buni taraqqiy qildirib tirishyapmiz. Lekin yetarli o'qituvchi yo'q. Chunki har bir kasbdan bo'limni achish uchun maxsuslashgan o'qituvchilar kerak. Maxsuslashgan o'qituvchi bo'lmasa bo'limni ochib olmaydi. Bir xalq sog'liqi kasbini tugagan kishi qaysi sohalarda xizmat qila oladi? Hozir xalq sog'liqini tugagan har qanday birisi magistrlikdan boshlandi hozir. Davlatninki sayya nazoratida asosan ishlaydigan yeri. Ondan keyin hukumatsiz tashkilot deymiz, NGO. Unda yerlarda, ondan keyin xalqaro tashkilotlar, Dunyo sayyor tashkiloti ko'pincha ishlarga yashaydi ishlaydi. Ondan keyin UNICEF, Balla jiddiy qutuz fondi bor, u yerda ishlaydi. Ondan keyin Dunyo bankasi bor. Dunyo bankasining shu sayyaga ajratgan mablag'ni bejarib qilish uchun yana shular mutaxassis bo'lib ishlaydigan. Ondan boshqa tadqiqot markazlari bor. Xalq sog'lomlik instituti bor. Ashunday yerlarda tamoman ishlaydi. Yani xususiy egilikdagi shirkat organlaridan xizmat tepish imkoniyati bor. İmkoniyati bor. Qanday shirkat imkoniyati bor degan vaqtda hozirda dori zavodlarida bor. Dori zavodlardami maxsus shu kasbda o'qigan bo'libmi, boshqa sayya iqtisodiyot o'qiganlarni cho'qim taklif qiladi. Chunki dorilarniki setilishlar, dorilarniki iqtisodiy unumini qaraydi hozir. Shunlashqa shu xalq sog'lomligi ishidagi maxsuslashgan shu iqtisod, sayya iqtisod o'qiganlarga ehtiyoji bor. Bu eng chong bir fursat hozir, lekin odambek oz. Ondan başqa nimalar? Sigorta şirketlari va ularning mush kasb o'qigan odamlarga ehtiyoji bor. Chunki bir taraf qilishda sayyan anglamaydi, tushunmaydi. Shu bu kasbda o'qiganlarga maslahat qilib taklif qilganlar va yoki maxsus ishlatadiganlar bor. Ondan başqa qanday desa zavodlarda hozir. Butkul qanqarlarda qonun olib ketdi. Cho'qim shu kasbiy sog'lomlik mutaxassis bo'lish shart. Şu yerdeki işçilerin sağlamlığını kontrol qilish uchun, ularga sayyahatga bilimni o'tish uchun adam qo'yishni shart qildi, qonun qildi. Shunlashqa ko'pincha shu kasbiy sog'lom tugan bolalarning ish tepish nisbati hozir bek shuqurib ketdi. Turkiyada hozir o'qish tugan bolalar davolash kasbida mush kasbda o'qib ishlayotgan bolalar yo'q. Chunki bir vaqtda 4-5 shirkat ishlaydi bo'ldi.
Masalan, bugun bir shirkatga borasiz, ertaga bir shirkatga borasiz, yana 5-6 shirkatda o'xshash vaqtda tamamen ishlash fursatini zo'rg'aliq uchun iqtisodiy kirmimiz yuqori bo'ldi. Vaqtda siz shaxs turkistonlik o'quvchilarni bu kasbda o'qishga tavsiya qilamiz Turkiyada. Albatta. Qaysi universitetda o'qishga tavsiya qilasiz? Albatta men o'zim bu kasb bo'lganligim uchun emas, chunki bu kasbningki muhimligini hamma hozir tushundik. Bular Xitoy virus chiqqandan keyin dunyo tushundi. Shuningdek bizda bunday kasb bo'lganlik bek az. Men bildiganlar nechalar odam bor atrofimizda. Agar mush kasbda o'qishni xohlaydigan bo'lib qolsa, Turkiyada men degandek to'liq kurs yo'q. Faqat magistrlikda o'rlab o'qish bor. Mush sog'lomlik kasbi o'qigan bolalar kelgisi o'qish bo'ldi. Masalan, sayya boshqarish bor Turkiyada sog'liq yönetim. U bolalar o'qish bo'ldi. Uzunluq şunasında oqalı olsa, sistralıqda başqa kesibdə oqalı tamamen oqısı buldu. Çünki kelgüsüdə bizning vətənimizə bunday adamın ehtiyacı var. Çünki vətən qurulub qalsa, onu buna alıb gəlimiz qarab qalğandan görə hazırdan başlayıb tayyorlıq qilsaq, ən yaxşı şu deb oylayman. Qaysi universitetlarni tavsiya qilasiz Turkiyada? Turkiyada bu kesibdə hazır bularmı şu sağlamlıq cəhəti ən aldıda mən atqan Hacettepe Üniversitesi var. Ondakı Ankara Üniversitesi var. Albatta bizning hozirgi universitetimiz shu xalqaro shakllanayotgan universitetning birisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Chunki biz Turkiyada yangidan tunji bir kesib ochdik. Sayya, siyosat va yer shari sog'lomlik deb. Bizning universitetimiz bo'ladi. Ammo bu kesib ko'pincha shu tibobat bo'lgan maktablar hammasida bor. Lekin tanlashda yana shu cho'ng shaharlik İstanbul Üniversitesi deymiz. Marmara Üniversitesi'miz, Hacettepe, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi üniversitelerde okusu buldu. Yani bu kesipninki kelgüsü istiqbalı parlaq. Şundaq. Yani bu kesipte okumakçı bo'lgan o'quvchilarga yani ahırda nimalarni tavsiya qilasiz? Bu kesipte o'qiganlarga bayaman degandek tarmoq bekchiq. Hammaga esib bo'lmaydi. Cho'qim bir kesipni tanlash kerak. Ya kesbi mutaxassis olib chiqam, kesbi sog'lomlik olib chiqamdi, ya oila sog'lomlik mutaxassis olib chiqamdi, yoki bo'lmasa muhit sog'lomlik olib chiqamdi. Buning uchun bir tanlab taraqqiy qilish kerak. Undan keyin bu kesbni o'qib cho'qimchi kitob o'qish kerak, materialni o'qish kerak, amaliy narsani ko'zish kerak va ko'zish bilan birga analiz qilib yetilish kerak. Chunki bu kesb hamma soat chetildi. Shunlash analiz qilish iqtidori to'g'ri bo'lsa, bu kesbdan natija qozonish tez to'xtaydi. Ahırda o'zingizdagi bu kesibdan bir ilgilash bosqichini so'zlab bergan bo'lsangiz, boshlagandan tortib hozirgacha bo'lgan bosqichni qanday tayyorlik qildingiz? Men o'zimningmi? O'zingizniki. Ha? Men asli vatanda men sizlarga aytgandek qonun kasbida o'qigan, lekin o'qiyotgan vaqtimizda shu Qizil Kirist jamiyatiniki AIDS'ni oldini olish va kontrol qilish deb bir programma chiqqan. Bu da shu universitetda o'qiyotgan bolalarni tarbiyalaymiz deb, men shu tarbiyalagan, vaqt Avstraliyadan kelib tarbiyalaganmizni. Albatta biz ingliz bilmaymiz, tarjimon bor. Shu vaqtda men bu kasbning muhimligini qilgan, chunki vatanda AIDS shu vaqt bek olib ketgandi. Shuningdek qonun bek muhim ekan degan, lekin meni fursatım bo'lmay o'qib keyin Malayziyaga chiqqandan keyin bu vatanda cho'qim doktorlar iltimos qila oladi. Lekin chet elda boshqa kasb iltimos qilsa bo'ldi ekan. Shu mening burunlik Qizil Kirist 4 yil qo'shimcha ishlaganimning foydasi bo'ldi. Shuningdek men Malayziya davlat universitetida o'qigan. U vaqtda meniki maxsuslashganim oila sog'lomlikda. Aile sağlamlıkta yana başqa va buningki yetishkinlar sağlamlıqda o'qigan. Hamda vatanniki yetishkinlar o'sha 13 bolalar o'tirishga AIDS to'g'risida tadqiqot qilgan. Keyin undan keyin doktoraga ham davom qildik. Doktoraga davom qilgandan keyin texnik mushni oxir o'zib chiqish kerak ekan deb. Shu vaqtda mush Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki bir tadqiqot markazi bizningga maktabni ichida bordi. Shu vaqtda ular bir program qilgandan keyin birsida bizningki hozir eng chong kamchiligimiz shu xalq sog'lomligida sağlamlıkını bilgenler, kanun bilmedi, kanun bilgen, sağlamlık bilmey, otur çıkan neyse, muvaffakiyetlik bulmadı da, şunlar biz her şey tarafını yetildirişimiz gerek. Hep Harvard Üniversitesi içip diken bu kesibini. O vakit men, çünkü men kanun oqanken qanday olar deb o'ylab turgan o'qigan bo'lsam-mı, shu mavzular xat yozgandan keyin ol darhol ayt ko'rishildi deb aldim ko'rishdim. Undan keyin uyadimi, tadqiqot yordamchilab ish boshladim. Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki yer shari sog'lomlik xalqaro tadqiqot institutida. Undan keyin o bir proje var ekan, Dor shirkatininki uni berdi. Men shu projeni tugagandan keyin endi bu kesma ishiga rasmiy kirdim. Undan keyin doktorashlikni mashhada qildim. 2015 doktorash tadqiqotchilik tugagandan keyin 2015 da Turkiyaga qaytib kelib, yana shu kasb bilan shug'ullanyapmiz, tadqiqotchi bo'lib ham o'qituvchi bo'lib. Qimmatli tajribalaringizni biz bilan paylaşganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz.
Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat, uzoqdan kelib xalq uchun sizlarga ko'p xizmat qilyapsizlar. Alloh mendan rozi bo'lsin. Amin.